Havoni chiroyliligini qaranglar. Hozir endi bu yerda teplovoy nasosni ichi, ya'ni nemischasiga vermopompa deyiladi. Mana shuni ichini hozir ko'rib turibsiz. Zapravka mana shu joydan zapravka bo'ladi. Polniy medniy trubalarda ichi sxemasi polniy medniy trubalar. E'tibor beradigan bo'lsanglar, ko'rib turgan bo'lsanglar hozir ko'rsataman. Mana shu joylar ham nimadir vazifalar bajaradi. O'zini asmoganda o'ziga yarasha vazifalari bor. Bunda zapravka qilinadi. Bu birinchi teplovoy nasos va bu yerda yana bitta teplovoy nasos mavjud. Yana bitta bor. Bu biladiganlarga emas, bilmaydiganlarga yana bitta gap. Bu havodan oladi, yerdan oladi, devordan oladi, quyoshdan oladi, nurdan oladi. Shu jami yonidagi narsalardan o'ziga issiqlikni olib, отопление sistemasiga jo'natadi. Bu esa montaj qilingani